Hech qanaqa sir asrorlarni yashirmagan holatda o'pka hasib qo'yamiz. Birinchi o'rinda o'pkani qoni ketguncha yaxshilab yuvib olamiz. 2 dona o'pka uchun 6 dona tuxum chaqib olamiz. 300 gram suv quyib, tuzlarni rostlab, yaxshilab xamir qilib olamiz. Endi 1 kilo piyoz to'g'rab olamiz. Yaxshilab tuz sepib olamiz piyozimizga. Piyozimiz ustidan qaynoq suv quyib olamiz. Piyozli suvimiz tayyor bo'lguncha hasbimizga go'sht to'g'rab olamiz. Endi piyozimizni yaxshilab siqib olamiz. Endi piyozli suvimizga xamirni yaxshilab chayib olamiz. Xamirli suvimizni yaxshilab suzib olamiz. 2 ta o'pka uchun 4 litr sut quyib olamiz. Nima qilyapsiz? Iftorligingizga ovqat qilyapman. 2 ta o'pka uchun 400 gram sariyog' solinadi. Tayyor bo'lgan aralashmamizni o'pkaning ichiga quyib olamiz. Endi hasb mahsulotlarini aralashtirib olamiz. Ziravorlardan zira bilan murch yetadi. Endi qiymamizga suv quyib olamiz, 400-500 gram. Hasblarimiz tayyor bo'ldi. Mehnatimizni qadrlab, like bosib, siz ham tayyorlab ko'ring.